Aholimiz tomonidan O'zbekiston Airways Bosh prokurorning navbatdagi davlat havola xizmati. Assalomu alaykum. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan energetika sohasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot beramiz. Ma'lumki, joriy yilning shu vaqtiga qadar O'zenergiya inspeksiya tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar va elektr hamda gaz ta'minot korxonalari mutaxassislari bilan hamkorlikda o'tkazilgan nazorat tadbirlarida 358 ta iste'molchi tomonidan tabiiy gaz va elektr energiyasida noqonuniy va qoidabuzarlik holatlari aniqlandi. Unga ko'ra 25,4 million metr kub gaz, tabiiy gaz, 29,4 million kilovat soat elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish natijasida davlat manfaatlariga jami 98,1 milliard so'm zarar yetkazilganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, o'tkazilgan nazorat tadbirlarida miqdori 370,8 tonna qiymati 6,3 milliard so'mlik neft mahsulotlaridan belgilangan talablarga zid ravishda foydalanganlik holatlari aniqlandi. Iste'molchilar tomonidan energiya resurslaridan foydalanish holatlari buzish bilan bog'liq huquqbuzarliklar bo'yicha 342 ta ma'muriy ish rasmiylashtirildi. Xususan, o'tkazilgan nazorat tadbirlarida aniqlangan holatlarning 142 tasi elektr energiyasi, 200 tasi esa tabiiy gazdan foydalanishda qoidabuzarlik yo'l qo'yilganligi ma'lum bo'ldi. Qish mavsumi betalofat o'tkazish maqsadida hududlardagi podstansiyalar va transformator punktlaridagi kontaktlar va boltli birikmalarda paydo bo'layotgan qizishlarni aniqlash bo'yicha teplovizor ko'riklari amalga oshirildi. Unga ko'ra 1364 ta podstansiya va transformator punktlaridagi elektr qurilmalarining 4134 tasida me'yordan ortiq qizish holatlari aniqlandi. Mazkur aniqlangan holatlarning 941 tasi bartaraf etildi. Kamchiliklarni bartaraf etmagan mas'ullarga tegishli choralar ko'rildi. Shuningdek, energetika obyektlarida olib borilayotgan ta'mirlash ishlarida inson hayoti uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan holatlar yuzasidan 37 ta brigadaning ish faoliyati o'rganildi. Tashkiliy va texnik tadbirlarni bajarmasdan xavfsizlik texnikasi qoidalari talablariga rioya qilmagan 16 ta brigada ishdan chetlashtirildi. Inspeksiyaning nazorat kimyo laboratoriyalari tomonidan neft mahsulotlari bo'yicha olib borilgan sifat nazorat tadbirlari davomida avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari va korxonalardan olingan tahlil namunalarini 23 ta holatda 275,3 ming litr neft mahsuloti sifatsizligi aniqlanib, sotuvga chiqarilishi oldi olindi. Inspeksiya tomonidan iste'molchilarga davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha umumiy quvvati 214 megavat bo'lgan jami 1055 ta obyektning elektr ta'minot loyihalari ekspertizadan o'tkazildi. Unga ko'ra 733 ta iste'molchining elektr qurilmalari elektr tarmoqlariga ulanishiga ruxsat berildi. Shuningdek, energetika obyektlarining tegishli 17 ta obyektning elektr ta'minot loyihalari kelishilib, shundan 13 ta obyektning elektr qurilmalari ishga tayyorligi bo'yicha xulosalar berildi. Energiya resurslaridan ayrim tadbirkorlarning noqonuniy foydalanishlari, tarmoqlarda ortiqcha yuklanishlar hamda energiya resurslari ta'minotining barqarorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hurmatli tadbirkorlik subyektlari, elektr va gaz tarmoqlariga tijorat maqsadlarida o'zboshimchalik bilan ulanish yoxud hisobga olish asboblaridan tashqari aralashish yo'li bilan qonunga zid ravishda foydalanish holatlari uchun qonunchilikda belgilangan qat'iy choralar ko'rilishlari haqida unutmasligingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Aholimiz tomonidan O'zbekiston Airways Bosh prokurorning navbatdagi davlat havola xizmati.